Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining muavin raisi Nuri Turkal Efendi tərəfindən yazılğan Keçiş Yolu Yox degan kitab üstə söhbət edib barımız. Biz bu münasibət bilan Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining muavin raisi Nuri Turkal Efendi bu söhbətə loyiha təklif qıldı. Söhbətimiz xoş gəldiniz Nuri Efendi. Təklif qılğanınız üçün köp rəhmət. Allah bilan Nuri Efendi bu kitabınızdan 10. may günü nəşr qılınğan mübarək olsun. Bu bir nəhayət bir çox bir yangi taraqqiyat Uyğurlar üçün. Aldı bilan Nuri Efendi bu kitabni nima səbəbdən yazdınız? Görürmənlərimiz nəhayət qiziqdi əlbəttə bu sualğa. Bu kitap yazış meselesi benim uzun şu planlayıp gelgen bir projeklerimden birisi idi. Özüm bu kitap okuşunu yaxşı gördüğüm birisi buldu sütüm bilen kitap arkalık nurgun neslen ügengen kitaptan ügengen bulup şu garip ellerde yaşayan 27-28 jarayonda kitaptan ağan ozuqның manevi ve başka cihetlerden onundakin bilim cihetten, siyaset ögünüş cihetten kösetken töpsünün çonkurluğundan şu hayatımda ben bir yaxşı kitap yazsam degan bir arzuyum var. Ama bu undaq bir kitap yazışның hazırqadek bir devrede pop qilishni ben kütmegen. Endi bu kitap yazış meselesi kelsek bununki mundaq bir sebepleri oldu. Birinciden naq 3 yıl burun bu Oslo Erkinlik Munbir'de bir nutq sözlegendim, içiliş nutqı. Onunda şu Uygurlarning qirg'inchilik duch kelayotganda yuzlangan ichki tashqi jihatlerdagi şu vaziyeti ve sebeplerini tushuntirib bir 12 minut 13 minutlik nutq so'zlagan. O nutqdan keyin endi menga kelgan inkasda sen vaziyatni yaxshi anglatadi ekansan, shu nutqingni bir kitap nusxasida, kitap şeklida o'zgartish yaxshi bo'ladi degandek. Masalan, buning bu suhbatni berganning, taklif berganning biri siz tanıydigan Larry Diamond, şu Democracy Journal'daki Tahrir Hazır Stanford Üniversitede profesörlük kıldığan bir demokratiya hukumu insan haklarında aldığınki yolda yetekçilik rol oynatkan bir ziyaliydin ki bir teklibi bana ait kızıqtırdı. Onun dinkin endi bu bir başlanğan bir proje. 3 yılın aldı da. Endi bu yıl 5. ayda, 5. ayının ahırı yani şu Oslo'daki erkinlik munbiri qaytib berip şu vaqtda da meni şunga taklif qilgan, şu faaliyat taklif qilgan Gary Kasparov bilan bu kitap söhbet ötküzmekçiyiz. Endi şu vaqtdaki şu vaziyat şununla bir haydakçilik rolunu oynadı. Lekin endi bu bolsun ya başka bolsun hemen şundaq bir projekt bo'ldi. Bunun en çok sebebi bo'lib biz yaşayotgan bu devletlerde bu storytelling deymiz. Bu hikaye anlatış. Şahsi ya kollektif hikaye anlatışı, özünün keçirmişi, özünün ağzı bilen özünün hikayesini anlatış, nəhayət güclük bir inkas qozğaydigan, təsir göstərdigan şundaq bir amilligini mən ügünüb his qılğan. Bunun səbəbi bu Amerikanın tarixi olsun, yaxın zaman, burunqi zamanlı olsun, şu xalqıga, özünün xalqıga içində olsun, tişkilərə olsun, storytelling, hikaye anlatış arqılı xalqni hareketga qo'zg'aydigan shunday bir ishlar bo'lgan. Bu Martin Luther Kingni ko'rdik. Keyin eng yaqinqi davrda sobiq prezident Obamadan ko'rdik masalan. U vaziyatni hikoya anlatish orqali bir harakat qo'zg'agan mushtaq ish bo'lgan. Bu g'arbning nimasida yomon kuchli bir tus olgan bo'ldi. Endi uchinchisi kitob bizning sababi sizning xabaringiz va bu qirg'inchilik masalasi o'ttirg'i chiqqandan keyin dunyo jamoatchiligi, siz biz tanıydigan Amerika siyosatchilari, muxbirlar bu iş bugün bo'lib qolgan ishdak yoki tunigun bo'lib qolgan ishdak yoki o'lishgun bo'lib qolgan ishdak yoki bir Uyg'urlar bir ishni xato qilib qo'yib uningga bir Xitoy hokimiyati ko'z inkas ko'rsatgandek shaklda buni tasvirlashga dunyo jamoatchilik anlatishga urinayotgan davom qilayotgan mushtaq bir bo'yit shakllanib qoldi. Endi mendek shu hammani yashab boqqan birisining sizning xabaringiz bor. Ben şu medeniyet inqilobida ceza lagerida tug'ilgan. U ceza lagerdan hozirgi qirg'inchilik arasida Uyg'urlar bir kun bir rahat yashab boqqan vaqt yo'q. 50-60 yillar davom qilayotgan bu vaziyatni Xitoyninki ishg'olidagi Uyg'urlarning vatanida yashab boqqan va g'arb ellarida yashab boqqan birisi orqali buni tushuntirish nihoyat zarur deb tanib yetdim. Xabaringiz bor, u vaqtdan tortib hozirgacha o'xshamagan ismlar bilan, o'xshamagan vositalar bilan, o'xshamagan
bahaneler bilen bu Uygurlarni uruşu, qırğınçılık duş keltirişi faqat to'xtab baxmadı. Yani bunu yanıla şu Uygur'un ağzından anlatışının zörürlükünü tonup yettim. Ondan keyin yana bir alqılıq tərəfi, bunu bu G'arb elləri yaşayotgan Uygurlar bekerek his qila olishi mumkin. Bu Uygur meselesini hazırgıça bir qandaqdır bir uzoqdagi bir millatning, uzoqdagi birlarning meselesida ko'rib keldi. Bunu özünün menfaatiga bağlaydigan bir sebep bir mundaq bağlıguç amillarni taz his qilaman. Endi hozir bu kitapta ben yezilgan mazmunlar orqali mening yetmoqchi bo'lgan nishonimning birisi bu meseleni G'arb ellerinin Amerika'nınki devlet menfaati, iqtisadi menfaati, ijtimoiy mecburiyeti, ahlaki mecburiyeti ve tarihi savaplarga taqaydigan ve muşu cemiyet karakterlik Uygurlarınki erkinlik hareketiga himayeci emas, yetekçi kuch oynaydigan bir amilni şekillendiriş, bir muhitni şekillendiriş istikim var. Şan bu çıkıp aytqancha da yuqoridagidek shundaq bo'libmi 3 sebebidan o'zimizning hikoyasini o'zimiz anglatish, bunun davom qilayotgan bir qirg'inchilikni o'xshamagan ism bilan, o'xshamagan omillar bilan eng muhimi bu faqatlam Uyg'urlar duch kelayotgan bir ig'ir vaziyat emasligini dunyo jamoatchiligiga bir Uyg'urning og'zidan anglitishni orzu qilib bu kitobni yozib chiqdim. Nuriye Efendi, ben bu siz yazganım, neçir bo'lgan bu kitobni bir qur ko'rib chiqqan bo'ldim. Bana ta'sir qilgani yana siz obaytni aytib o'tib ketgan, masalan, sizning bu opangizning Xitoy hukumati ham dadingizni hamda atalmish qayta tarbiyalash turmalari amaliyotda turmalarga abatgandan keyin opangiz ig'ir oyoq vaqti albatta siz qo'saqli vaqtingiz sizning oxiri shu lagerning ichida to'lganingiz. Bu albatta meni bu keng o'qirmanlarni menimcha qattiq ta'sirlandi. Bu bir fojialik bir boshlanish siz uchun. Sizningcha shu zamonni masalan sizning dadingiz yotgan, onangiz yotgan nurg'un Uyg'urlarning bizning ota-onalarimiz yotgan shu lagerlar bilan bugungi hozirgi bu Xitoy hukumatining atalmish qayta tarbiyalash lagerini selishtirsangiz, buning farqi qanday deb qaraysiz? Bu Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni tehdit görüşü, Uygurlarni zaten tabiiy sadoqatmansiz görüşü, Uygurlarni tabiiydan bir siyasi mesele görüşü, muşunun hammasi Uygurlarninki bu Xitoy nazaridagi bir xil tehdit deb ko'rilayotganligining ifodasi. Bunun o'tganki so'sin, hozirgi so'sin ko'rinib turibdi. Masalan, kechgacha shu vaqtida shundaq, hozir shundaq o'zgartish, oqartish degandek shuarlarni ishlatdi. O'zgartish degan odatda insonni boshqadan yasab chiqishga o'xshash bir masala. Inglizcha human reengineering deydi. Uni siliqlashtirib atagan bir atalg'usi. Endi shu vaqtdagi sizning dadingiz yotgan turmadagi mening dadamning emgak lager, opamning tarbiyalash lagerida yotgan bu ashtaq hikoyalarni anglab cho'ng'anda bizning davrimizda. Undaq ailasi yan kech kuchirmaganlarni shu vaqtida tepish tasdi. Xudo hozirmi shu qirg'inchilikning ta'siri uchunmagan Uyg'urni tepish ta'sir bo'lgandek. Endi vaqtida hozirgidek texnologiya bilan qulluq emgak silish bilan ondan keyin ro'yijatdan saran qilib o'zining dinini tillaydigan qildigan ahvollar hozirgidek bundaq nim bo'lma. Bo'libmi texnologiya bilan qulluqninki yardım bilan ipamagan bir bostirishdi vaqtgisi. Endi vaqtidagisi men odatda ajnabiylik tushundirganda Stalinning gulag shaklidagi uslubga biroz o'xshaydi. Bu faqat vaqtida shu ideologiyani markaz qilgan bir davlat xarakterlik bir masala deb tushundirman. Demisam shundaq. Endi u vaqtida madaniyat inqilobida bundaq zulm uchirgan o'zining Xitoylarim uchirgan. Shuning uchun bu yerdagi o'xshamaydigan bir tarafi bu. Lekin endi hozirgisi qaraydigan bo'lsak, bu hozirgisida shu ochiq oshkora yo'qotish tusnagan bir qirg'inchilik. Bu qirg'inchilikda texnologiyadan foydalanyapti. Masalan, meditsina texnikasidan foydalanyapti. Uyg'ur ayollarga dorilarni ichiryapti. 40-50 yoshlarga kirgan ayollarni tug'mas qilyapti. Bunun şahitlerini ben kitapta tasvirlab chiqdim. Ondan keyin o'tgan yil Amerika hukumati jazolagandek bu Uyg'urlarning ro'yini yurish turishini kontrol qiladigan qurol yasoqlarni yasayapti. Ondan boshqa bu mecburi tug'ut cheklash orqali Uyg'urlarning nüfusini tez suratda azaytyapti. Onu az deb hozirgi shu lagerlarning atrofida
bu İngilizce crematorio deydi, Xitaycha xozangchang deydi buni. Adam ko'mirish aslalarini ta'sis qilgan. Endi mushuni silish tursak, bu hozirqisiniki davom qilayotgan bu yig'ib tarbiyalash, yig'ib jazolash, bu irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat eng yaqin o'rniki shu Hitlerninki ilib bag'ini o'xshaydi. Shu yig'ib aytganda, siz biz cho'ng bo'lgan davrdagisi biroz Stalinninki tusini olgan, hozirgisi Hitlerning tusini olgan shunday bir jazolash uslublari. Deganingizga to'g'ri. Bu kitobingizni yana o'qisam, siz o'zingizning shaxsiy oila, ota-onangizning ham ota-bobolaringizning beshiga kelgan kulfatlarni yo'ritishdan sirt, ularning bo'lib Xitoy hukumatining qo'lda uchragan ziyonkashligidan sirt, bugungi kunda yana Uyg'ur shoirlarining, masalan, Zumrat Davud bo'lsin, Mehrigul Tursun bo'lsin, Qalbinur Sidiq, Tursunoy Ziyovuddin qatorliq va boshqa Uyg'ur shoirlar bo'lsin. Ashlarning hikoyalari orqali yana bugungi kunda Xitoy hukumatining qanday qilib Uyg'ur millatini yo'qotayotganligini nihoyat chiroyli ingliz tilida ifodalab beribsiz. Sizningcha bu orqali sizning maqsadingiz yana shu Amerika boshlig'iga g'arb ellarining ingliz tilida so'zlaydigan shu Uyg'urlarning hozirgi irqiy qirg'inchilikning istutaksiz yangi shakldagi bir xil irqiy qirg'inchilik ekanligini ifodalamoqchimi? Albatta shundoq. Chunki bu yerda necha vaqtdan beri o'ttirida davom qilayotgan bu suhbatlar, hatto hozirgacha ma'zi Amerikaning shu ziyolilarining orasida bu genocide emasmi deb Xitoyning shuariga mos keladigan atalmış münazirlarning davom qilishi, shu bizning hozir siz ta'kidlagan shu Uyg'urlarning qahramonlarining ko'p bo'lmaganligining sababi deb ko'raman. Agar shundaq shohidlar, shundaq qaysar Uyg'urlar ko'p bo'lgan bo'lsa, hozirgidek keraksiz tortishning, talash tortishninki ozroq bo'lganini ishonaman. Men buni azob qoldi, jiqib qoldi deb uni nima qilmasdan, shu siz ismini atlagan Zumrat Davud, Mehrigul Tursun, Qalbinur Sidiq, undan keyin sizning xizmatdoshingiz Bahram Sintash, undan keyin burunqi shu Uyg'ur ma'rifiga to'p qo'shib xizmat qilib turmayotgan Abduvali Ayiblarni ayrim soatlarcha suhbat o'tkazish orqali ularninki masalan Bahramning tadqiqot ishlaridan undan ma'lumotli bo'ldim. Abduvali Ayibning turmidagi kechirmishlaridan ma'lumotli bo'ldim. Hatto bu Abduvali Ayibning Juhaylunning atrofida ishlaganligini ko'p jamoatchilik bilmaydi ekan. Juhaylunning bu hozir qilayotgan shu qirg'inchilikda qanchalik rol o'ynaganini endi arxitekt deb ilyotidi. Bilchi qadamlar bilmaydi. Ondan keyin bu Zumrat Davudning masalan aksiniki jestini qabristonlikda so'ngini xalta qashlab tutqizib qo'ygan hech kim uqmaydi. Jiq odamlar bu ishlardan xabar yo'q. Shunda buni dokumentlash orqali bular shu zulm uchirgan, ziyankesh uchirganlarninki bir bo'ligi. Bunga o'xshaydiganlar nurg'un degan shunday bir yakunni chiqarish muddasida uni shu kitobning asosiy mazmunini kirgizdim. Endi Bahram Sintashning tadqiqotini men ayrim bir bob yozdim, masalan How to Delete Culture deb. Sizning xabaringizda Bahramning reporti chiqqan chog'da Amerikaning sobiq shu yaqin vafot bo'lgan Washington Post'niki bosh tahrirning bo'lib bo'lgan Fred Hyatt shu reportni e'lon qilgan kundan keyin bir maqola yozib, Uyg'urlarning beshiq kiyayotgan kunlar her kuni Yevropada davom qilgan Kristallnakka o'xshaydi degan. Kristallnak degan gapni chiqarsa, bu g'arb ellardagi insonlar shu never again deganni tushungandek, Holocaust degan gapni tushungandek tushunadigan bir uqum. Buning ma'nosi maqsadlik milliy yodikorlikni, qabristonlikni, binolarni, san'atni maqsadlik yo'qotish degan gap. Men shu hamda bu hozir qilayotgan buzg'unchilik siyosatininki eng namuna örnekleri olan şu Uygurlarning medeni yadigarlıklarını, namoz o'qiydigan camilerini, koni shaharlarni, hatto qabristonlarni qo'ymay chiqayotganini bu tarixda davom bo'lib o'tgan ishga Kristallnakka bog'lansin deb, bo'lmasa haq uni o'ziga bog'laydigan bir masala deb ko'rinmaydi. Shu Bahram Sintashninki UHRP'ga yozgan shu reportni asos qilib, maxsus buningda bir bob yozib chiqdim. Masalan, Mehrigul Zumrat ve Qalbinurning kechirmishini tasvirlab, Xitoyning Uyg'ur ayollariga ochgan jangni bir mazmun qilib yozib chiqdim. Ham uning ichida har birining o'zining kechirgan kechirmishlari uyida bo'lsin, so'langan yerda bo'lsin, uni tafsili dokumentlashtirib chiqdim.
Bunundaki yana bir mühim mesele bir Uygurlarınki bir şekil atkan. Onundakin kuldun kelgen mesaj degan bir bab mı var? Bu hazırki yeni zaman kullukını gavdilash uchun şu Uygurlarninki kulluk emgik to'g'ri chiqargan, report chiqargan mutaxassislarning hammasidan degidek ko'rishib chiqdim. Ashlarning hammasini intervyu qildim, qayta soatlab. Va undan bu abay 5 yillik o'xshamaydiganning yana birisi texnologiyalik ezish usuli. Yani bunu mu ro'shan ifodalash uchun şu K Street Matter'ga o'xshash Xitoyda 20 yil mush ishni tadqiq qilgan, hatto mush hozirgi zulmatli dunyo bilishga boshlagandan keyin bizning ana vatanimizga berib, shuni o'z ko'zdan ko'rgan K Street Matter'ni uni intervyu qildim. Uni bir kitob bor, We Have Been Harmonized degan. Bu kitobni hammadan o'qish kerak. Endi mushundaq bir nimalarning hammani nim qilib bir gavda texnologiya jihatdan Uyg'ur ayollari farzandlik bo'layotgan bu nishonliq yo'qot siyosati, Uyg'urlarning madaniyatini, madaniy yodgorliklarini, qabristonliklarini, jamilarini buzayotganini, undan keyin bu Uyg'ur bolalarga bo'lgan This American Life degan bir NPR'da ko'p anglanadigan bir program bor. Bu programda bir Uyg'urda da Türkiye'de yaşayotgan bir Uyg'urda da o'zininki o'g'lining Xitoyninki TikTokda tashviqot materialidan tonib olganligini deydi. Bütün Amerikaliklar bilgilik bu meseleni. Lekin buni bundaq tafsilotib boshqalardan kengaytib chiqish bu kitobda asosiy mazmundanki bir hisoblanadi. Shu anda men bu kitobda asosiy jihatdan gavdlandiginim Uyg'urlarninki kechirmishni abay dedik-ku story. Bu nima o'zadi? Qandaq bu? Boshqalar tasvirlab berganga, ya'ni o'xshamaydigan qandaq tafsilotda. Uni humanize deymiz. Bu azobning ustiga bir Uyg'ur insonning simosini qo'yishni nishon qilib, men ko'proq Uyg'urlarning kechirmishini buningga asos mazmun qilib yetib chiqdim. Ammo yana birisi bu siz bilasiz advokat bo'lganingiz uchun bu dokumentlashtirish kerak bu narsalarni. Kim buning bir kunlarda hisobi bo'ldi. Bunu dokumentlashtirish nayt zarur. Bu bichari azob chekkan millatning bularni bizdan paranglasha oladigan bularninki emgikini mush yo'l orqali dunyoga tushuntirishni men bir vijdoniy burchim deb to'nidim. Ben de o kitaptan yani bir babda siz mushu Xitoy hukumatining mushu irqiy qirg'inchilik ilib berishni uni qaytadan bundan ijodiyat deydi. Ya'ni endi hozir deganda Bayden deb masalan siz ko'rishgan nurg'un ba'zi amaldorlar bo'lsin, tadqiqotchilar, qonun advokatlar bo'lsin ya qonun ilmning pishvolari bo'lsin, Amerikada nurg'unlar deydi ekan, bu Xitoy irqiy qirg'inchilik qilmayotdi. Chunki ularda keng ko'lamda o'ltirish yo'q. Ular faqat Uyg'urlarni uni buni qilib assimilyatsiya qilyotdi, bunday qilyotdi degan talash tortishlar toki bugungacha tugamadi. Ama haqiqatan masalan o'tgan yili 12 oyning 9'i Angliyadagi London Uyg'ur sudi yakun chiqargandimi, ular aniq e'tirof qildiki, Xitoy bu yerda keng ko'lamda Uyg'urni o'ldirgani yo'q. Gerçi ular irqiy qirg'inchilik deb yakun chiqarsa, asosan shu Uyg'urlarning ayollarini planliq shu tug'utining oldini olish uchun keng ko'lamda Uyg'ur bolalarini ayrıganını muşna asas qilgan shaklda irqiy qirg'inchilik degan yakun chiqadi. Shunga sizdan yani bu kitobingizda maxsus bir bab ajirtib Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilikni qaytadan yaratdi deyishingiz buni qanday tushunsak bo'ladi? Bu Reinvention of Genocide deb bir bab yozdim men. Bununda bu 2. Dünya Urushida shu Yahudilar 6 milyon Yahudilar Roma xalqi Gypsy mi deydi, onam Gypsy degan biraz yakınsiz bir atalgı. Siganlar. Siganlar men kitapta Roma deb aldım. Bular shu qirg'inchilik uchragandan keyin bu genocide degan kelima o'tirg'i chiqqan. Endi bu chiqqandan keyin bu xalqaro e'tirof qilingan bir tushunchasi bor. Bir millatning bir qismini yoki hammasini yo'qotishga urindi degan narsa. Buningdimi Uyg'urlarninki hozir duch kelayotgan masalasi naq tushadigan bir masala. Bu genocide deganni amalga oshirish uchun berib hammadan o'choq tashlash shart emas. Hitler Yahudilarni o'choq tashlagandek. Bu bir taraf. Ikkinchidan, shu maqsadlik nopos cheklab, noposninki tabiiy ishini cheklash degan mazmun bor. Ikkinchi muhim mazmuni. Uningdagi yana birisi bir guruhninki farzandini yana birisiga majburiy beritish degan masala. Shuning hammasi hozir ko'rinyapti. Endi buni Xitoy qanday qilib qaytadan kashf qilib chiqdi degan chog'da bu yerdagi maqsad, intent, bu jinoyat o'tkazish uchun insonning qalbidagi maqsad bilan harakati bilishi kerak degan bir hukm bor. G'arbninki
bu qonunchilik ölçümü bilan qaraganda. Hem bir yer qilmishini yo'shirolmaydiganligini bilgan Xitoy bu niyatini yo'shirish uchun hozirgacha qancha odamning o'lganini, qandaq yo'llarda odamlarningki jindan ayrilayotganini buni demaydi. Bu bir reinvention. Bu qonundagi bir yo'chiqni gray area deymiz. Tepag'anlikning ifodasi deb ko'rdim. Hozirgacha masalan intent yo'q, niyatini ko'rganolmaydi deb muloyiz qiladigan bir turkum hamoqat insonlar bor. Bu genocide deb atalish uchun uch shartning hammasi to'liq qilish, butun qonuniy shartlarning hammasi to'liq qilish degan gap yo'q. Aslında işte en halkılık nokta nazarında mesela şu ayallar bilen tuğut çekleş meselesi bilen Prezidentliğin ata-anasını ayrıtışının özülam bir hakimiyetinin yani bir aciz milletke güçsüz kalgan özünü qoğdaş mümkünçilik bolmagan bir milletni muşundaq bir girdaq yo'lashning özümü genocide degan hukumu kirdi aslında. Bu yerdeki bu muşu yo'chiq izlash, muşu xalqning fikrini qaydirish uchun diqqat qilgan yerdan birsini ko'rsatmay turib, men buni qaytadan reinvent qilyapti deb o'ylayman. Andan keyin eng muhim reinventioni bu Ikkinchi dunyo urushida Hitler shu Dachau degan turmini majburiy emgaklar yasagan. Buncha o'qiganlar va programni anglag'uvchilar ko'pchilik bilmasligi mumkin. Shu 1936-yili lager shu yozliq Berlin Olimpik o'tkazayotganda Hitler Dachau degan turmini majburiy emgak bilan yasashni boshlagan. Hozir o'xshash Xitoy ashundoq majburiy qulluq emgak bilan u bir yerlarni yasash vaqtisin dunyo iqtisodiy zanjirini bulg'lab bo'ldi. Bir yerde mazrak o'xshashlik var. Ondan keyin yana bir bu genocide inventioni gerçi 30-40 yillar Hitlerninki bu genocide'ga texnologiya bu tamnon to'pik simonitadigan, kamera qaraydigan ma'lum eng söven darajadagi bu texnologiya yordam qilgan bilan hozir Xitoyning ishlatayotgan texnologiyasida osmon zum farqi bor. Bu mu bir yangi inventionning nimasi? Masalan, o'tgan yil 12-oyda Amerikaning tijorat ministri Xitoyninki askeriy meditsina instituti va uning 11 bog'lanishliq organlarini qor tizimlik oldi. Bu Uyg'urlarning mingisini kontrol qiladigan mashina sotadi. Bu bundaq narsa Hitlerning vaqtida bo'lmagan. Hitlerning vaqtida biomedical research tadqiqot qilgan uchun hozirgacha shu bioximiyalik tadqiqot kelib chiqqan chog'da hatta shu vaksinaga ba'zida bog'laydi haqlar bu insonninki badanidagi DNAlar o'ynatsa kerak deb. Bu mu bo'lyapti? Bu mu bir yangi inventionning narsa? Qancha qolmay jon oladigan. Bu bir 2 yilning oldida Frontline degan shu Amerikadagi mashhur bir documentary kanalda hujjatli film taqtan kanalda Ürümchidagi berib ziyorat qilgan bir Xitoy muxbirininki bir kelimasi naql keltirildi. Bir saqchidan qilgan suhbatda. Saqchidan so'raydiki, sizlar buni nima ish bundan yig'ib oldinglar desa, u saqchi deydi buningga biz bularni sizlarni qayta tarbiyalaymiz deb ekirib oldik. Bular hozir kallisdan ketdi. Bularni jamiyat qo'yib bergan olmaydi. Jamiyat qo'yib bersak bular jinoyatchiga aylandi. Shuning uchun buni Ro'y kasallar doktorxonasiga gapirishimiz kerak deydi. Bu qancha qolmay jon ilishninki usul. Buni inglizcha ba'zida slow motion death mi deydi. Hitlernikida nihoyatda tez suratlarni ip bo'lgan. Miyada 6 yil bo'ldi, bugun qadar qanchalik odam jinidan ayrildi, qanchalik odam keraksiz bo'ldi, ro'y jihatdan, jismoniy jihatdan hech xabarimiz yo'q. Yani bu narsalarni shuning hammasi reinvention qaytadan kashf qilingan bir usul deb men shunaqa yakun chiqardim. Yana bir narsani esga tutishga zarurki, bu genocide bo'layotgan chog'da hech qanday bir genocide'ni qilayotgan, davom qilayotgan bir hokimiyat yoki bir shaxs muxbirlarni boshlab akirib, kamerani beshiq tutib o'tirib, yoki bo'lmasa muxbirlarni yo tadqiqotchilarni yoki tekshiruvchilarni birma-bir mahbuslar bilan ko'rishtirib, ulardan avval egallayotganish bo'lmaydi. Lekin hozir bizning egallagan, bilgan, bilayotgan masalalarimiz qarag'an chog'da nurg'un insonlar jismoniy yoki ruhiy jihatdan va ishkiliy jihatdan halok bo'lganligini qiyos qilish ancha tez emas. Bir insonni o'ylab beqam, bir diniy e'tiqodi kuchli bir insonda sen Xudoyingni tonimaysan, sen Xudoyingni tillaysan, sen sening qilgan bo'lgan narsangni hammasi hamoqatning ishi deb etganini kechkisi 4 yil, 5 yil, 6 yil ashuni da'vasa insonning kallasi uni bardashga berolmaydi. U inson vujudida islam inson bo'lmaydi. Inson deganda bir vijdon bo'lishi kerak, o'ziga o'zi hurmat bo'lishi kerak. Yahudlar bilan yaqinda bir o'tkazgan suhbatda bir Yahudi shu Holokostdan saqlagan bir ayol, sen Uyg'urlarga nima tavsiyalaring bor desam,
Uyg'urlar dehumanize bo'lishni rad qilish kerak, eng oson qila oladigan ishlar shu degan. U o'zini inson emas deb ko'rsatganga qarshi kerak deydi. Hozir men ichida so'langanlar dehumanize'ga qarshi turadi. Siz qarshi tura olasiz, men qarshi tura olmayman. Siz bizni bir kim sen Uyg'urligimizdan izzat atqizish, Uyg'urligimizdan qochirish uchun yoki so'z harakati bo'lsa, biz uningga qarshi tura olamiz. Jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan, til jihatdan va qonun jihatdan boshqa jihatdan. Lekin u so'laqliq Uyg'urlar ayatining bo'g'ini bilmaydigan, nemish kirib qolganini bilmaydigan, chiqisqan daldığını bilmaydigan bu Uyg'urlar bu shu dehumanize'dan bo'lib ketganning sababidan, insoniy qadr-qimmatini yo'qotganlik sababidan bu ruhiy jihatdan albatta tugab ketdimikin deb o'shda andish qilman. Nuriye Efendi, bu uzundan beri elbette Uygurlar doğrusunda nurgun İngilizce yazılan kitaplar var mı? Dr. Sean Robertson bulsun, James Millward, Darren Byler katarlıq bir kısım hem de Uygurlarına ait yaxşı görülen hem Uygurlarının mesela sabdan bilgen Amerikalı harplik mütehassisler nurgun kitaplarını elan kıldı. Hem de onun belgelik derecede payısı var elbette. Hem de bu kıtım sizden İngilizce elan kılışınız yakında bir kança Uygurların başka tılları elan kıldı elbette. Muşunda Uygurlar özünün meydanında durup mesela sizge okşaş. Muş Uygurlarının beşiğe kevatkan bu soğuk günlerini, facialık günlerini. Muşunda küçük şekilde İngiliz dili olsun, Fransızca veya ki Japon bulamdı, Avrupanın tilleri da hatta Türkçe çıkağından kanda bir icabi hüküm itibar edip karayız. Bu cihetteki tecrübe mundaq. Birisi Uygurlarınki vaziyetini pakta asasida muballiq qilmay, bağınılam dese asli yetido. Bu narsalar ba'zi vaqtida bu boshqalar tarafidan yozilgan kitoblarda ya to'liq tegini tushunmaslikdek yoki mubolag'alashib qolgandek yoki sanspirlar statistikadagi sanspirlarni egizpasi ko'p qolgandek mushta nuqsonlar bo'lgani uchun xalqliq yeri qilib buningki nuqson yerlarga eslab oladigan ish chiqadi. Shunga men shu ajnabiy dunyoda yashayotgan Uyg'urlarninki o'z yashayotgan davlatda, masalan, men Amerikada yashayotgan Amerikalik Uyg'ur bo'lganim uchun, men Amerikaning madaniyatiga, Amerikaningki bu siyosiy nuqtai nazari, dunyo qarshi, dunyoga bo'lgan nazariya bizga o'xshash shunday ezilgan millatga qanday qaraydi bu narsani yaxshi bilganim uchun, masalan, garchi Amerika bilan Kanada ingliz so'zlagan davlatlar ikki davlatning an'anasi o'xshamaydi. Masalan, men Kanadalikniki milliy urf-odatini chiqib, qilolmasligim mumkin, garchi bizning qo'shni davlat bo'lsin. O'xshashdan bir yerda o'tirib turib, Germanlar qanday qaraydi deb Germanlarga nima qilmaydi. Shunga o'z yashayotgan davlatdagi millatning qanday narsaga qiziqadiganiga, qanday narsaga ko'ngil bildiganligini yakunlab chiqqan shu madaniyatga exposure bo'lgan. Shu madaniyatning ichida shu madaniyatdan ta'lim tarbiya olgan ijtimoiy maktab orqali. Buni birlashtirsa, buni nayt yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men va kitobni siz bilasiz, nurg'un hozir o'tirida bakcha nima bo'lyapti. Masalan, 9 odamga ben bu kitapga üzünde izbirişini talep qilgan. Bunun birisi President Trump'niki ma'lum davlat bexatarlik masalasi Matt Pottinger. Yani birisi bu Fransiyadagi bir philosopher var, Bernard Henry Levy degan odam. Ondan keyin bu Amerikaning sobiq ma'lum tashqi ishlar ministri Mike Posner va men shunday o'xshamagan guruhlarni yig'ib ekilib, bularning o'ziga men bu kitobning nima zo'rligini anglatdim. Masalan, Matt Pottinger kelib, sen bu Xitoy siyosatining arxiteksan, chertojini sizgan odam. Bunun icra olgandan keyin bu insonlarning hayotida qanday ta'sir ko'rsatganini men bundaq yozib chiqdim. Fighting Back deb maxsuslarning qilgan xizmatlar ta'sirlangan bir bob bor. Buningga sen endorse qilsang bu yaxshi bo'ladi degandiki bu nayti qo'shaloqlan qilib berdi. O nimamo? Boshqa masalan John Pomfret bu 89-yilning yog'i Xitoylarning vaziyatini tadqiq qilgan bir odam. Bundan muşdan bilsiniz, bularning qulqi qanday gap mangadi, narsaga mangadi, bu sizga boshqa yo'llarni ochildi. Eng muhimi, ama beshida degandek, ash yerlik davlat yashayotgan Uyg'urlar o'zining davlatininki madaniyatini chiqish qilib turib, shu millatninki qanday qilib diqqatini tortish, jalb qilish, qanday qilib shularni harakatga silish, qanday qilib shularni o'zlarining jangma shu murini akilish uchun shu o'zining yerlik tilini bilgan insonlar o'zining davlatida, o'zining tilida mushtaq yozma asarlarni qoldirish kerak deb o'ylayman. Nuriye, ben ahirgi savol, yani siz kitabınızdan 5 yıldan başlagan çağda hem abaytımı da bitip kettik. Mesela sizin ata-ananız atalmış qayta tarbiyalash lagerler hem türmelerde. Siz şu qayta tarbiyalash lagerde tug'ilganingiz. Agar ata-ananız şu kunlarni ko'rmagan bo'lsa, siz aşu atalmış qayta tarbiyalash lagerida tug'ilmagan bo'lsangiz, bugünkidek bir vatan millat shun xizmat qiladigan bugungi bu Nuriy Turkal bo'lamdingiz?
Ben buluttum deb işinme. Çünkü bu aile geçirmiş tabii ki nayetli mühim rol oynaydı. O bir insanın ki siyasi, ictimai ve medeni göz karışına şekillenişide. Lekin ben bir üniversitenin ki bir ali mektepte çoğun olgan, dadamның ki hizmet sebebinden. Ben kiçikimden bir intellectual environment çoğun olgan. Bir ziyalilarning muhitida. Şun burundan zaten şu nimişke Nimişki undaqılda nimişki biz bu gündə degəndək söhbətlər bizdən yaş vaxtımızın tatib. Bəzi biz kiçik vaxtımız çoğ olğan şu savaqdaşlar əlaqinlə ba. Hazırgıça şundaq söhbət davam qıldı. Am ailə mühitindən başqa mən oxuyan məktəb, mən çoğ olğan bu qora, bu mənim təşqi cəhətdəki ailəsidəki siyasi ideologiyamdan vətən millət söygüsünün, milli iftixarlıq duyğusunun ve Uygur milli medeniyeti bo'lgan bu hurmat ma'lum jihat oshiq beqarorlik mushning hammasi shu vaqtda shakllangan hisoblanadi. Masalan, men Qashqardagi Qashqa Uyg'ur to'liq o'ttirini o'qigan. Mening muallimlarimning hammasi adabiyotchi olsun, tarixchi olsun, hozirgacha shu vaqtda degan gaplar hozirgacha yodimda. O aş muhit. Ondan keyin ijtimoiy jihat siz bilasiz, Qashqa Uyg'ur madaniyatining bo'shigi deydi. Men G'uljidan Qashqa arsida cho'ng bo'lgan. Bir yerden ait külük çakçaklan, bir yerde kol önermenin, sanatçılıkның, şairinin, dramaturgның arası degендек. Onun dikin emmedin halkılık ile bu mina bu siyasi dünya köz karşımının ki bu derecede özgürüp gitişige bence şu kanun fenleri baş doktorluk okuş bilen onun dikin kiyinki şu halkara diplomatiya magisterlik okuş jaryanida Şu sentabr vakasından keyin sizlar biz UAE'de birleştiği vaqtdaki şu siyasi vaziyet monaydı man qattiq çoğun ta'sir ko'rsatdi. Kitapta yazdım bu 90 yıllardaki şu soğuk vuruşunun ki ahırlışı Türkiye devletinin müstakil oluşu bizning hoşna rayonda. Ondan keyin bu Amerika'nınki dünya sahnesiga yetakchilik kuchi mesela birinchi O'rta Sharqdagi Saddam qarshi urushdan tatbiq hisoblangan. Keyinadagi miya kelgandan bu boshqa narsa ekan deb shu men cho'ng bo'lgan maktabning qo'rasidagi muhit, undagi men o'qigan maktab, undagi keyin Amerikaga kelgandan keyin olgan oliy tarbiya o'qish shu hozirgidek dunyo ko'z qarashimdan shakllanishga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatgan deb o'ylayman. Tabii aileninki ta'siri cho'ng, u boshlab bergan bo'lsa oxiri hamda shu Amerikadagi ma'rif cemiyet. Bulup mu Washington DC'deki yaşaş jarayonidagi bu siyasi muhit berishkilish qilgan insonlar o'rgangan bilim doirasining tajribaning kengayishiga men cho'ng turtki bo'lib o'ynadi. Rahmat sizga Nuriyat. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi ko'rishishga xushvaqt bo'ling.